Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun dushanba va odatdagiday biz sizlar bilan tez va qisqa vaqtda kripto bozorida nima bo'layotganini, kripto bozor holatini ko'rib chiqamiz. Bitcoin oladigan bo'lsak, avvalgi obzorda aytganimdek, Bitcoin narxi 88 mingga chiqdi va 92 mingga chiqdi. Va hozirda biz 95 ming dollarni narxida, 95 ming dollar narxni ustida mustahkamlashyapmiz. Kelasi hafta, mana hafta kelayotgan yangi haftada 110 ming dollarga ham chiqsa ajablanmaymiz. Hozirgi misol uchun figurani oladigan bo'lsak, mana bu V degan figurani yopdi Bitcoin. Agar buni atrobotka qilib ustiga birga bir yopiladigan bo'lsa, 102 ming dollargacha Bitcoin chiqishi kerak. Shu figurani patternni atrobotkasi qilishga bo'yicha. Haftalik bu kunlik nimamiz? Kunlik grafik bu. Haftalik grafikni qaraydigan bo'lsak, juda ham kuchli yopildi. Haftalik grafikimiz bozorda juda ham pozitiv. Bozor pozitiv. Endi Ethereum ko'radigan bo'lsak, Ethereum o'tgan hafta aytdim, hali tushish tendensiyasidan chiqmagandi. Hozir uje ko'rib turganinglarda Ethereum mana bu tushish tendensiyasidan hozir buzib chiqdi. Endi xudo xolasa Ethereum narxi kamida hozir 2100 ni zabt etmoqchi. Undan keyin 2500-2600 da gap bor. Undan keyin 3000-3300 da gaplar bor. Ikkita yopilmagan gap bor. Mana bu 2600, 3300 gacha shu narxlar orasida 3300 da shu gaplar yopiladi. Oldinmi kech hamma vaqt gaplar yopilgan. Mana shu gaplar yopilish kerak endi. Va kelasi Bitcoin dominatsiyasini ko'radigan bo'lsak, Bitcoin dominatsiyasi hali ham o'zini kuchini bermayapti, tushgisi kelmayapti. Haftalik ko'radigan bo'lsak, faqat bosish beryapti. Kunlik deb beradigan bo'lsak, bitta joyda turibdi hali ham. Lekin bu o'tgan obzorda aytganimdek, konvergensiya bor dedim. Men bu yerdan RSI ni olib turib pastga qarab ketyapti, men bu yog'i tepaga qarab ketyapti. Bu konvergensiya deyiladi. Shuning uchun endi narx pastga qarab tushishi kerak. Men bu yerda pastga tushishi kerak. Yo'q deganda 61% ga tushishi kerak. Endi mana shu hafta ko'ramiz. 61 ga tushsa, bizda altcoinlar narxlari, altcoinlar juda ham zo'r bo'ladi, zo'r o'sib beradi. Butun kriptovalyutalarni kapitallashuvini ko'radigan bo'lsak, hamma kriptovalyutalar bu yerda, Bitcoin, Ethereum, altcoinlar hammasi. Bizda mana o'sish berdi bu ham. O'tgan hafta aytganimdek, hozir biz tushish tendensiyasidan buzib chiqqandan keyin 14% o'sdik. Примерно hozir 3 trilliongacha keladi. 3 trillionga kelgandan keyin ko'ramiz mana shu bu yerdagi qarshilik darajasini o'ta bilamizmi, yo'qmi. Bu yerda kunlik grafikimiz, haftalik grafikni ko'radigan bo'lsak, haftalik grafikimiz ham juda ham kuchli yopildi. Shuning uchun o'sish uchun hamma sharoitlar yaratilgan hozir. Bozor o'sish uchun. Endi faqat altcoinlarni, faqat o'zini kapitallashuvini ko'radigan bo'lsak, bu yerda Bitcoin ham, Ethereum ham yo'q, faqat altcoinlarning o'zini kapitallashuvi. Hozir 850 milliardni zabt etmoqda. Mana shu 850 milliardda o'rnalashadigan bo'lsa, narx bu yog'iga uje boya aytganday pattern bu yerda ham V obrazli pattern yopgan uchun narx tepaga qarab yana o'sib berish kerak. Примерно 1 trillionga. Kamida shu mana shu 1 trillion narx o'sish kerak. U degani hozirgi nimadan yana 24% gacha tepaga o'sib berish kerak. Qisqa va nusxa obzorimiz mana shu. Bizni kuzatishda davom eting. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldirsangiz bo'ladi. Biz berib borayotgan tekin darsliklarimizni, grafiklarimizni o'qing, o'rganing, biz bilan birga professional treyder bo'ling. E'tiboringlar uchun rahmat.